Oddiy rozmarin nimaga bunchalik mashhur? Barchaga salom. Hozir internetda soch spreylarini juda ham ko'p ko'ramiz, ayniqsa reklamalarini. Lekin men o'zim uchun eng yaxshi spreyni topdim va o'zim uchun uni tayyorlay olaman, sizlarga ham ko'rsataman. Shaxsan o'zimning sochlarim qalin va juda ham ko'p. Noto'g'ri shampunga yuvganim uchun juda ko'p shikastlangan. Lekin bu spreyni bir marta ishlatganimdan keyin bosh terim yengil nafas olishni boshladi va sochim juda ham mayin bo'lib qoldi. Bizga kerak suv purkagich va zaxirani qo'yish uchun qo'shimcha idish va albatta rozmarin. Menda quritilgani bozordan 20 ming so'mga shuncha sotib oldim. Va qaynatib olish uchun gazga chidamli, xohlasalang plastik, xohlasalang po'lat bitta idish. Men xuddi shunaqasidan tanlab oldim. Bizda buni sirli idish deyiladi va shuncha miqdorda soldim uchala idishimga moslab. Keyin suv quydim, uchala idishga ham moslagandim, lekin juda ham kam hisoblagan ekanman. Ortiqchasini qo'shgan bo'lsam ham rozmarin suvni ichadi, shunga sizlar ko'proq qo'shaveringlar. Rozmarinni qaynashiga juda ham ehtiyot bo'lamiz. Ko'p qaynatib olmaymiz. Aynan choy holatga kelganda, choy rangiga o'xshash holatga kelganda to'xtatamiz. Taxminan 3-4 daqiqa qaynatiladi va oxirigacha sovutamiz. Sovutgandan keyin ishlatiladi va bu menda tayyor sovigan holati. Rozmarinni idishchalarimga kuyib oldim. Bu videoni yuklaganimda 2 martadan qaytadan rozmarin tayyorlab ishlatib bo'lgandim. Chunki mayinligi va hidi singlimga ham yoqib qolgandi. Ayniqsa shu yoz kunlarida sochingizga sepib massaj qilib yengillik holatini o'zingiz ko'ring. Menimcha bu hijobli opalarimizga ham juda ham yoqadi. Yanada foydali maslahatlar uchun like bosib, obuna bo'lib qo'ying.